O'qidingmi? DNKda jami 2520 ta vodorod bog'i bor. Mana yozib olamiz. 2520 ta vodorod bog'i. Adenin 30% deyapti. Endi nechta fosfodifil bog' bor deyapti. Demak biz topishimiz kerak fosfodifil bog' nechtaligini. Buni nechtaligini topish uchun jami nukleotid topib olishimiz kerak, to'g'rimi? Jami nukleotiddan to'ppa-to'g'ri ikkini ayirib olsak, fosfodifil bog' kelib chiqadi. Endi qaranglar, adenin 30% degani, demak, timin 30% degani. Demak, ikkini qo'shsak 60, ayirib olsak 40, 2 bo'lsa 20. 2 bo'lsa 20 dan. Demak, guanin 20%, sitazin 20%. Tushunarlimi shekilli? Tushundingmi? To'g'ri tushunding? Tushunmadingmi? Tushunmadi. O qani. Lekin 100%-ku. Adenin 30% deb yozib qo'yibdi kitobingga. Ha? Demak, timindan 30% bo'ladi. Ha? Qo'shsang necha? 60. 100 dan ayirib olsang-chi. 2 bir vardı 20. 20. Bo'ldimi? Endi formulamiz bor edi bizda. Ha? Nukleotid plus guanin soni bu vodorod bog'idir. Endi bizda guanin soni yo'q-ku, foizi bor-ku. To'g'ri? Shunaqa yana formula bor edi. Nukleotid shuni guanin 20% degani, demak buni 1.2 ga ko'paytirib olsak, 1.2 ga. Shunda vodorod bog'lari kelib chiqadi. To'g'rimi? Nukleotid masalan, deylik 100 ta nukleotid bo'lsa, buni 1.2 ga ko'paytirib olsak, demak 120 ta vodorod bog' degani edi. Endi bizda vodorod bog' bor. Guaninda foizi bor. Biz topishimiz kerak bo'lgan narsa mana nukleotid. To'g'rimi? Endi mana shu yerga yana yozib olaylik. Mana nukleotid plus endi guaninda foizi mana 1.2, 20% bor. To'g'rimi? 100% ga guanin foizini qo'shib qo'yayapman 120. Teng 2520. Mana vodorod bor. To'g'rimi? Endi bu nukleotid qanday topamiz? 2520 ni bo'lib topamiz. 2520 bo'lingan 1.2 teng 2100. demak bizda 2100 ta nukleotid bor. To'g'rimi? Endi biz nima qilishimiz kerak fosfodifil bog' topishimiz uchun? Ayrı koşup kerak. Nechini? Ikkidan. Nechi bo'ladi? 2098. 2098 Bajarib. fosfodifil bog' bor. Esnab ekan.